Assalomu alaykum. Birinchi modul 6-darsimizda ko'rib turganimdan xursandman. Bu darsda siz bilan Notion templates mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, Notion templates o'zi nima? Notionda Notion mutaxassislari yoki Notion kompaniyasi tomonidan yaratilgan ma'lum bir shablonlar bor. Bu Notion template, ya'ni Notion shablonlari deb ataladi. Notionda biror bir funksiyani bajaradigan, masalan, odatlarni track qiladigan, biror bir ishni kompaniyani proyekt menejment qiladigan shablonlar bor. Har xil shablonlar bor. Ularning hammasi umumiy holatda Notion templates deb nomlanadi va ular ikki xil toifaga bo'linadi. Birinchisi, Notion kompaniyasi tomonidan o'zi sizga defaultlarda taqdim etiladigan, yangi ochgan vaqtingiz beriladigan Notion shablonlari hisoblanadi. Birinchi boshlaysiz, yangi akkaunt ochgan vaqtimizda sizga kerak emas deb har xil templatelarni o'chirib tashlaganingda o'shalar hisoblanadi va undan tashqari Notionda haqiqiy ekspert bo'lgan yoki ana shu Notionga haqiqatda qiziqadigan odamlar o'zlarining templatelarini yaratishadi va uni boshqalar bilan ulashishadi. Ularning hammasi asosan Notion Marketplace'da bo'ladi. Hozir sizlar bilan Marketplace bilan to'liq tanishib chiqamiz. Lekin internetdan izlab ko'rsanglar, Notion Marketplace'dan ham tashqari odamlar o'zining shaxsiy blogi, shaxsiy veb-saytlari orqali har xil template'lar sotishadi. Demak, Notion templates'larni ko'rib chiqamiz. Notion templates'ga kiramiz. Bu yerga kirsak, mana umumiy tepada Marketplace deb yozib qo'yibdi. Umumiy Discover qismi bor, Work, Life, Score, ya'ni toifalarga bo'lgan holatda Notion template'larni bizga ko'rsatib qo'yibdi. Shu yerda birinchi bir narsani aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Agar siz ham o'z Notion template'ni yaratib, uni boshqalar bilan ulashib yoki hattoki u orqali daromad qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu Notion template'ga kirasiz, templates qismiga kirasiz, Marketplace bo'limi ochiladi. Shuni pastki qismiga tushsangiz, mana Notion kreator bo'lish va template'larni boshqalar bilan share qilish va orqali daromad qilish bo'limi bor. Mana shu yerda get started qilasiz, boshqa bo'lim ochiladi va o'sha bo'lim ochilganda kerakli ma'lumotlarni to'ldirib, o'ziz o'z template'ni yuklab, uni boshqalar bilan ulashishingiz mumkin bo'ladi. Endi biz darsda nimani ko'rib chiqamiz? Man bu yerda har xil bo'limlarga o'tsangiz, o'sha bo'limlarga mos har xil template'lar bor. Masalan, work'ga o'tsak, masalan, projects and tasks bor, product roadmap bor, docs bor, har xil plannerlar bor ichida. Masalan, life'ga o'tsak, life ko'proq hobbilar, maqsadlar, moliya, umumiy shaxsiy hayotga tegishli. School bu ko'proq o'quvchilar universitetda foydalanadigan har xil shablonlar, template'lardan iborat bo'ladi. Xo'p, biza masalan, undan tashqari mana kirsangiz, masalan, ko'rishingiz mumkin. Bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak mana. Mana bu projects and tasks 110 mingta odam tomonidan yuklab olingan. Demak, bu yaxshi degan bir narsani anglatadi. Undan tashqari mana 50 ta undan kam yoki umuman foydalanmagan 10 tadan ham kam, yo'q mana eng kam 50 tadan kam deb ko'rsatar ekan. Mana shunaqa template'lar bor. Balki sizga yoqishi mumkin, ulardan foydalanish mumkin, lekin men ko'proq nimani maslahat bergan bo'lardim? Ko'proq insonlar yuklab olgan template'larni yuklab olib, sizdan foydalanishni maslahat berardim va masalan, o'zi tayyor chiqib turgan, masalan, moliya, veb-sayt building, produkt bo'limlaridan qidirsangiz bo'ladi. Undan tashqari mana bu yerda mana search bo'limi bor. Search bo'limiga kirib, o'ziga xohlagan birorta template qidirib, ma'qulligini tanlab, undan foydalanishingiz bo'ladi. Hozir masalan, biz goal deb qidirib ko'ramiz. Maqsad qo'yish bo'yicha o'tgan zoomimizda ko'rib chiqqan. Xo'p, mana bu yerda eng ko'p yuklab olingan bepul maqsad bo'yicha shablon template'lardan mana shu bor ekan. Endi bunda qarang, ustiga bossangiz, sizga mana bunaqa ekran ochiladi va bu yerdan siz ko'rish mumkin. Add funksiyasi bor, preview funksiyasi bor, ya'ni oldindan ko'rish. Masalan, oldindan ko'rishga o'tasizdan shu template'ni ko'rib chiqasiz va mana bu yerda add funksiyasi chiqyapti. Mana masalan, orqaga qaytsak ham, mana add funksiyasi chiqadi. Add funksiyasini bossak, bizga qayerga yuklash kerakligini so'raydi. Masalan, mana bu yerda har xil sizga namespace'lar bo'lsa, ularga yuklaysiz yoki add to private deyapti. Add to private bo'lsa, o'zimizdan private bo'limimizdagi yuklashni bosamiz. Mana bu joyda chiqadi, qarang, template is being added deyapti. Hozir ya'ni template qo'shilyapti va endi mana template is ready. Template tayyor bo'ldi va deyapti va bu orqali masalan goals ustiga bosib, template'dan foydalanish boshlashimiz mumkin. Endi asosan ana shunaqa yangi template qilganingizda, o'zida Notion profilni yuklab olganingizga yoki mana shu tayyor template'larni olganingizga yuqori qismida nima bo'ladi? Undan qanday qilib foydalanish qo'llanmasi bo'ladi. O'sha orqali o'rganib chiqib, o'zida
o'zizga o'sha templetlar moslashishi mumkin. Lekin templetlarda bir narsaga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Bu templetlar ma'lum bir o'zini formulasi, ma'lum bir o'zini strategiyasi, ma'lum bir ehtiyojga kelib chiqqan holda templetlar yaratilgan bo'ladi va bu templetlarda siz asosan ko'p o'zgartirish kirita olmaysiz. Shuning uchun eng yaxshisi biror bir templet olib o'zgartirish kirita olmaysiz emas. O'ziga eng ma'qul format bo'lmasligi mumkin. Eng yaxshi variant nima? Eng ma'qul kelgan variantlardan birini olib, uni o'zi takomillashtirib, yanada yaxshilashingiz va yoki o'ziz noldan o'ziga maxsus templet yaratish hisoblanadi. Chunki men hozirgacha ko'plab templetlarni ishlatib ko'rgan bo'lsam, ko'pi menga ma'qul kelmagan, uncha foydali ham bo'lmagan. Endi mana bu yerda o'qishimiz ham mumkin. Clue new to add new goal to your board. Qolgan umumiy foydalanuvchi yo'riqnomasini bergan ekan. Agar sizga bu kerak bo'lsa, o'zi o'qib, tarjima qilib, inglizchani bilsangiz bemalol foydalanishingiz mumkin. Hozir biz yana boshqa template ko'rib chiqamiz. Qarang. Bitta template yuklab oldingiz. Masalan, mana bu yerda mana purchase qismiga kirsangiz, mana yuklab olgan template'lar chiqib turadi. Xo'p, yana boshqa bir qidiramiz. Novicha qidirsak, mana management bo'yicha qidiramiz. Project yozaylik. Birinchi qilgan 110 mingtaligi qiziqdim. Hop, birinchi preview qilamiz. Bu bizga o'zi kerakmi? U ichiga nimalari bor? Hop. Project bo'limlari bor ekan. Product launch bor. Ya'ni butun bir proyektda bo'limlar bo'lib chiqilgan ekan. Hop, bu holati bo'yicha qilar ekan. Yaxshi, endi buni ham o'zimizni Notion anaqamizga private o'zimizdan bo'limiga qo'shib olamiz. Add bosamiz. Add to private qilamiz. Notion template is being added. Hop, qo'shilib olishini ozguncha kutamiz. Agar qo'shilmasa, ba'zida qo'shilmay qoladi. Yana bir marta ekranni yangilab, yana bir marta qo'shishni boshlash kerak bo'ladi. Hozir bitta reload qilib olamiz. Hop. Mana project taskimizga qo'shildi, ko'rinmagan ekan. Hop, bizga tasklar ochildi. Boshlanishda nima qilishingiz kerak bo'ladi bundan foydalanayotganda? Barcha ichidagi ma'lumotlarni o'chirib yuborib, o'ziga moslab olishingiz kerak bo'ladi. Asosan Notion templates haqida tushunishimiz va bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shulardan iboratdir. Shu bilan birinchi modul darslarimiz yakunlandi va siz bilan ikkinchi modul asosiy funksiyalarni darsligida kutib qolaman. U yerda Notion eng qiziqarli, eng foydali va undan tashqari barcha kutgan darslarimiz o'sha yerda bo'lib chiqadi. Notion AI bilan ham xudo xolasa asosiy funksiyalar, ya'ni ikkinchi modulda ko'rib chiqamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha hammaga omad, rahmat.